Hammaga assalomu alaykum. Bugun biza Telegram botni 10 daqiqa ichida hech qanaqa kodlarni bilmasdan yaratishni ko'rsataman. Buning uchun bizga antigravity degan ilova kerak bo'ladi. Antigravity degan ilovani qayerda o'rnatishni men sizlarga YouTube kanalimga o'tsanglar, antigravityni qanaqa o'rnatish haqida video qo'yganman. O'sha videoni ko'rib olib, keyin bu videoni ko'rsanglar ham bo'ladi. Xo'p, ko'rganlar uchun biza boshlaymiz. Buning uchun dastavval biza bitta papka ocha olamiz. Bu papkani papka ochishdan oldin antigravityga kirib olamiz. Antigravitydan file open florep bot degan joyga bosamiz va uje bizada o'sha papkaga kirib olamiz. O'sha papkaga kirib olganimizdan keyin men hozir nima desam bo'ladi? Men avval yozgan bitta promptim bor edi, o'shani kopiya qilib oldim. Sizlar ham yozishlaringiz mumkin. Bu promptni mana ko'rayotgan bo'lsanglar o'qib olishingiz ham mumkin. Shunday deb yozdim: menga Telegram bot yasab ber. Bu botda kichik biror bir o'yin o'ynaydigan bot qil. Unda savol berilsin, tugmalar chiqsin va javobni tanlansin va to'g'ri yoki noto'g'rini aytsin. Bu xuddi quiz botga o'xshasin dedim va enter bosaman. Uje bu botimiz ishga tushadi. Ungacha men deb quiz bot deb hop to'xtanglar oldin. Hop. Bu qanchon yaratib bo'lguncha, bu fayllarni yaratib, kodlarni yozib bo'lguncha biza bot yasab olamiz. Hop. Bot yasab olamiz. Buning uchun new bot qilaman. Test bot deb yozaman va bu test bot degani bu botning nomi. Good. Now let's choose a username deyapti. Bu username so'rayapti. Oxirida har doim bot degan so'z bo'lishi kerak. Xo'p, biz buni yozamiz. Cyber havas bot deymiz. Xo'p, bu botimiz tayyor. Endi uni API bo'ladi. Mana bu yerda har xil bir HTTP API deb yozib qo'yibdi. O'shaning ustiga bitta bossangiz tekstingiz copyright bo'ldi deyapti. Tekstimiz copyright copy bo'ldi. Xo'p, accept bosamiz. Mana bu yerda ham accept chiqadi. Xo'p, buni bosamiz. Terminalda ishlatishga ruxsat so'raydi. Create qilamiz. Xo'p, mana buni tanlaymiz va OK deb bosamiz. Kutubxonalarni o'rnatishni boshladi. Biroz kutamiz. Sabr bilan kutamiz albatta. Kutubxonaning muvaffaqiyatli o'rnatildi. Sizning quiz botingiz tayyor deyapti. Xo'p, quiz botimiz tayyor ekan. Buni ishlatishimiz uchun biz albatta mana bu yerda accept degan yozuv chiqib qolishi mumkin. O'shani bosib olinglar, iloji boricha. Xo'p, bu yerdan bot token deyapti. Your bot token here deyapti. Bizda ikkita bot tokenni so'rayapti. Nimaga ikkita bot token so'rayapti? Hozir buni so'rab olamiz. Nimaga ikkita bot token kirishim kerak? Bitta bot token bor-ku deb so'rayman. Hop, bu yetadi. Kechirasiz, tushundim. Kodda faqat bitta joyda bu token kiritasiz. Bu faylning 10-qatori. Tushundim. Hop, your bot token here degan joyga biz tokenimizni qo'yamiz. Keyin quiz botni ishga tushiramiz. Kimlardir P bo'lishi mumkin. P ishlamaydigan bo'lsa, kimlardir Python deb yozamiz. Python desalar ham bo'ladi. Lekin menda u ishlamaydi. Shuning uchun men uni P deb yozaman.
Enter bosaman, bot ishga tushdi. Telegramda botingizni oching va start buyrug'ini kiriting deyapti. Xo'p, botga o'taman, start bosaman. Уже bizda assalomu alaykum, Sabira. Quizbotga xush kelibsiz. Bu o'yinda sizga turli mavzular savollar beriladi. Har bir to'g'ri javob uchun bitta ball olasiz, bir ball olasiz. Qoidalar: har bir savolga 4 ta javob varianti beriladi. To'g'ri javobni tanlang. O'yin oxirida natijangiz e'lon qilinadi. Boshlash uchun play tugmasini bosing deyapti. Bosamiz. Kamalakda necha rang bor? 7 tami, 8 tami? 7 ta bo'lishi kerak menimcha. To'g'ri. Bitta ball. Play bosamiz. Xo'p, noqulay bo'lyapti. Mana play bosishimiz. Oy gravitatsiya yengillik necha marta kuchsiz? Oy gravitatsiyasi yernikidan necha marta kuchsiz? Oy gravitatsiyasi necha marta kuchsiz? 10 martamikan? Noto'g'ri deyapti. Xo'p. Mana bu playlarni tugmaga o'zgartiramiz. Xo'p, hozir bu yerda sun'iy intellektga yozamiz. Play degan komandlarni tugma shakliga o'tkaz. Klaviaturada chiqadigan tugma qilib yuboramiz. Xo'p, bu kodni o'zgartirishi va to'g'riroq qilishi mumkin. Xo'p, sabr qilamiz. O'zgartirish ketdi. To'xtalsangiz, endi start funksiyasi klaviaturaga tugmalari bilan yangilandi. Mana. Biroz kutamiz. Accept bosamiz. Tayyor dedi. Xo'p. Endigina Ctrl S qilib to'xtatamiz botni Ctrl S tugmalari bilan. Keyin qayta ishga tushiramiz. Ishga tushdi. Endi start bosamiz. Mana ballarim qayta boshlash, yordam o'ynash. O'ynashni bosamiz. O'zbekiston poytaxti qaysi shahar? Samarqand. Qandadim Toshkent. To'g'ri, Toshkent. Ballarim degan joyga bosamiz. Mana ko'rayotganinglarda ishyapti. Xo'p. Yordamni bosamiz. Help bosamiz. Help me. O'zlaringiz niklaringiz qo'yilishlaringiz mumkin Telegram bot servisi sifatida. Xohlagancha qilishlaringiz mumkin. Videom foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos albatta like bosib qo'yinglar. YouTube'da yaxshi kontentlar qilyapman. Kimgadir yoqyapti, kimgadir yoqmayapti. Buni bilmadim-u, lekin mana shu videomiz agar 20 ta like yig'sa, men keyingi videolarimda shu yasagan Telegram botimizni to'xtovsiz ishlaydigan, kompyuteringizni o'chirganingizdan keyin bot to'xtab qoladi. Hozir bu botimiz, yasagan botimiz. Umuman to'xtamaydigan qilishni, hostingga qo'yishni ko'rsatib o'taman va saytlar yasashni ham o'rgataman sun'iy intellekt orqali. Buning uchun albatta menga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, sizlardan nima desam bo'ladi, katta yordam bo'lgan bo'lardi. Hammaga rahmat.